Kimi svetoforchimi o'qigan? Lekin sigaret chekmayman, nos chekmayman, aroq ichmayman. Kallani go'sht yeding. Oddiy odam bilan lo'li nima farqi bor? Aka Toshkentda sizga padarka emas. Yo, nimadir demoqchidim, esimdan chiqib ketdi. Xullas, hozir konsert boshlanadi. Siz kanalga podpiska bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing va konsertni oxirigacha ko'ring, chunki YouTube bizni oxirigacha ko'rilgan konsertimizni qo'llab-quvvatlaydi va kommentariyada konsert so'ngida o'z fikringizni qoldiring. Kim biladi, knopkali svetoforlar bor ekan. Qarshi chollar biladiganlar? Men prosta bilmasdim bu narsani. Svetoforda turibman, kutib turibman. Bitta qiz keldi. Menga qarab kuldida, "Knopkani ezmaysizmi?" dedi. Men o'yladim, bu qiz menga gap otmoqchi. Men qirslatmasdan chekaman. Ani qiz bunday qaradi-da, "Chumo" deb o'tib ketdi. Kimi svetoforchimi o'qigan? Da, mana ham svetofor chumo o'qigan. Svetoforni chumo qilishi bu qanaqa? Siz svetoforni yarmigacha yetdingiz, sirazi ani qizil odamcha yonadi. Yarmigacha yetganda yashil odamcha edi. Bu svetofor chumo qilishi. Siz ulguraman yugurib o'tib ketasiz. Xuddi shu payt ikki xil shopir bor. Bittasi signal cholib o'tib ketadigan shopir bor. Ikkinchisi signal cholmasdan o'tib ketadigan shopir bor. Signal cholmasdan o'tib ketadigan shopir bu madaniyatsiz shopir, so'kinib o'tib ketadi. Signal cholib o'tib ketadigan shopir madaniyatli. U so'kinadigan joyga dit qo'yib qo'ygan. Kallani go'sht yeding. Da kinolarda bo'ladi-ku. Keyin men ayollarni roltingga o'xshataman. Qoningiz och paytda shirinda, qoningiz to'g'an sari bemazalashib ketadi. Lekin roltingni ayollardan ko'ra yaxshi tarafi bor, ya'ni roltingni shirini ham bor-da. Lekin achchig'ini yegandan keyin ehtiyot bo'linglar, orqani yonishi ham bor. Orqani yomon yondiradi. Rolting yeganda ham. Rolting yeyman dedim, chunki meni pulim yo'q. Men o'zbek so'midan foydalanmaganimga yarasha o'zbek shevalaridan foydalanishga harakat qilaman. Rostdan o'zbek shevalari xuddi o'zbek so'miga o'xshaydi. Misol uchun Farg'onacha sheva bu 5 mingtalik, Adabiychaga yaqin. Oson. Andijoncha sheva bor. Bu 20 mingtalik. Undan keyin Namangancha sheva bor. Bu 100 mingtalik. Bu uchun mehnat qilasiz, bir qancha harakat qilasiz. Xorazmcha sheva bor-ku, bu 200 mingtalikda vaqt sarflaysiz, mehnat qilasiz, bir nimalar, tushunyapsizlarmi? Da aytgancha, men bu 2 mingtalik cho'ntagimda nima qilyapti? Aka, kimga kerak? Kimga kerak? Muhammad. Aka, Toshkentda sizga padarka emas. Da, shunaqa. Da, hazillar shunaqa. Aytgancha men green card o'ynashga harakat qilyapman. Ya bu inglizcha emas, bu Samarqandcha sheva. Samarqandda bo'lganini tushunardi. Aka. Bak, yo rostdan realni. Toshkentda sizga padarka emas. Da. Men har doim harakat qilmaslik uchun harakat qilaman. Rostdan, men harakat qilmaslik uchun harakat qilaman. Misol uchun bu qanaqa ishlaydi? Ertalab uyg'onib, idishlar yuvmaslik uchun kech payt idishlar yuvib yotishga harakat qilaman. Ertalab turib ko'ylak dazmollamaslik uchun kech payt ko'ylak dazmollab yotishga harakat qilaman. Ertalab erta turish uchun soatga qarayman o'sha ertalab. Tushunyapsizlarmi? Juda ham qiyin. Men yagona harakat qilmaydigan kun bu yakshanba. E'tibor berdinglarmi? Men dedim, qo'shnim demadim. Ani qo'shniga vobshe farqi yo'q. Uyda perforator, drill, kombayn, yana bir nimalar. Eng yomoni ani yonimda 3-etajda turadi, qo'shni podyezdda. Juda ham g'alati. Anu juda ham befarosat. Kreativniy befarosat. Anu uskunalarda baland ovoz eshitilmasin deb musiqa qo'yib qo'ygan. Musiqalari juda ham g'alati-da. Hamdam Sobirov, Jaloliddin Ahmadaliyev. Uyga kirdim, ustalari saviyali. Buni qayerdan bildim? Naushunda konsen eshityapti. Konsen eshityapti. To'g'risi, konsen eshitadigan bolalar bormi? Qarshi chollar? Bolalar dedim. Konsen eshitadigan bolalarda asosiy muammosi bor. Bu konsertni eshitadigan qiz bilan tanishish. Konsen eshitadigan qizlarda asosiy muammosi bu konsen eshitadigan bolalarni bloklash. Konsen eshitadiganlar bitta umumiy muammosi bor. Bu Hamdamni qo'shig'ini yodlamaslik. Bilasizlarmi? Juda ham qiyin-ku bu. Hech qayerda eshitmagansiz, hech qayerda umuman eshitmagansiz, taksida ketyapsiz-da. Konsen eshitadigan avtobus yurmaydi. Taksida ketyapsiz. Hamdamni qo'shig'ini qo'yadi, ani befarosat. Siz bir xilda malohat. Nos chekadigan og'zim qayerga yuborsam bo'ladi.
Yo'q, rostdan mana qaranglar. Men o'tgan safar Jaloliddin bilan Hamdamni gapirib Instagramga qo'ysam, kommentariyaga so'kib yozib tashlabdi anu Jaloliddinning muxlislari. Hamdamning muxlislari nima yozgan tushunmadim, hali tili chiqqan yo'q ularni. To'g'risi, Hamdamni eshitadigan odam tili chiqmaganda, hali yosh bola ular. Jaloliddinni eshitadiganlar tili chiqqan. Ulg'ayadi Jaloliddinni eshitib, keyin konstant eshitib boshlaydi saviyasini oshirish uchun. Eshitadi-da, undan keyin sahnaga chiqib mikrofonda Jalol bilan Hamdamni yomonlab turadi. Ustalar o'tlab ketdim, uzr. Ustalar haqida. Ustalarda ikkita asosiy qiladigan ishi bor. Birinchisi bu o'zini qiladigan ishi, ikkinchisi o'zidan oldingi ustani yomonlash. E'tibor berganmisizlar? Hamma ustalar shunaqa-yu. Siz fundament quydirdingiz, zo'r chiqdi deb xursand bo'lib turibsiz, devorchi usta keladi-da, fundamentni yomonlaydi. Keyin shuvoqchi usta keladi, devorni yomonlaydi. Siz bo'yoqchi usta keladi, devorni yomonlaydi. Bu g'alati, shunaqa xullas. Keyin oxirida hammasi zo'r bo'lib turgan paytda bitta mashina ustasi keladi, hammasini yomonlab ketadi. Mashina ustasiga vobshe farqi yo'q. Hamma narsani yomonlaydi, hamma narsani. Yaqinda bittasi jinnixonaga meni chaqirishdi, tinchlantirib bering deb borib stand-upni o'qib berdim. Shunaqa. Kim biladi, bizda tabriklar tizimi bor, juda ham g'alati. Misol uchun, tug'ilgan kunda tabrik bor, shablonli tabrik. Hamma biladi, umring uzoq bo'lsin degan. Bu xuddi nuqtaga o'xshaydi, bilasizlarmi? Misol uchun, sen 1 yilga qariding, 1 yil ertaroq o'lasan, lekin umring uzoq bo'lsin. Shunaqa. Undan keyin yana tabriklar bor. Aksirganda sog' bo'ling deymiz. Nimaga unaqa deymiz? Undan ko'ra doktor nomerini bersak bo'lmaydimi? Undan keyin to'yda baxt tilaymiz. Xuddi u baxtsiz yashaganday. To'g'rimi? To'ylarda musiqalar noto'g'ri ishlatiladi. Men qarshiman. Misol uchun ammalar chiqadi. Hofiz, marhamat, ammalarimiz o'ynasin. Voh, bu kabutarmi yoki pari? Nimaga siz parini haqorat qilyapsiz? Pari tevada turib olib hofizga qarab. Hofiz, o'zing ham shunaqa. O'zing ham emassan, tushundingmi? Yo'q, men ammalarni xunuk demoqchi emasman. Ammalarni chiroyli emas demoqchiman. Hozir shunaqa desam, YouTube'ga video olinyapti, kommentariyaga kirib olib, meni ammam xurluqo, meni ammam chiroyli, meni ammam gap yo'q, deydi oyimijanlari. Shunaqa. Yana qanaqa? Xullas, musiqa haqida gapirayotgandik. Musiqalar har doim noto'g'ri ishlatiladi, bilasizlarmi? Misol uchun, men kollejda o'qiganman, diplom olish tadbiri, jiddiy tadbir, direktor hammaga diplom topshiryapti. Mana haqda bitta beparosat, qo'shqoqding ketding, yuzbaqding ketding. Mana haqda bir to'da odamlar moldek o'ynayapti. Ozroq qizishib haqorat qildim molda. Shunaqa, 1-iyun bolalar kuni, 1-iyunda bolalar kuni issiq bo'ladi, bilasizlarmi? O'tirib bizda yomg'ir haqidagi qo'shiq. Bolachalar o'nga tushyapti. Yomg'ir tomchilari tom. Vobshe issiqdan havoga ham to'g'ri kelmayapti, ani qo'shiq. Qo'shiqda keyingi matni qiziq. Seni qo'lingdan ushlab, asta avayl. Nima qilmoqchi shunda aka? Bolalar kunida-ya. Keyin o'yladim men, nima qilmoqchi aka? Bolalar kuniga qanaqa aloqasi bor bu qo'shiq? O'ylab topdim. Bolalarning yaralish tarixi ekan. Shunaqa. To'g'risi, yangi yilda g'alati musiqalar ishlatiladi. Yangi yil tadbiri, Ozoda opa chiqadi, ko'k jiguli, ko'k jiguli. Jiguli uchunmi? Yangi yil, yangi asr-ku vobsheta ko'k jiguli uchun. To'g'rimi? Undan keyin opa lada degan qo'shiqni aytadi. Menimcha opa trend qanaqa ishlashini tushundi-da. Opa A sinf, B sinf haqida qo'shiq aytadi. 2007, 2008, 2009 haqida qo'shiq aytadi. Albom vobsheta. 2006lar Ozoda opani eshitmaydi, chunki saviyali konsert eshitadi. Shunaqa. Undan keyin bitta qiz, o'ta papa o'ta, ya'ni dada qani degan qo'shiqqa shipagat tashib bermoqchi. Dada qani degan qo'shiq ibodani qiz beparosat. Juda ham og'riqli-da, ani qizni ochgan shipatagatini ko'ra olmadim. Rostdan juda ham og'riqli. Kimga to'rmizsan deyishgan? Qarsacha olamiz. Kimga to'rmizsan deyishgan? Zo'r. Menga ham yaqinda to'rmizsan deyishdi. Bu juda ham alam qildi. To'rmizsan deyishgan emas, o'g'il bola ekan.
Da. Meni ham o'rtog'im bor, Og'abek juda ham tormoz bola. Buni qayerdan bilaman? Chunki Instagramda yozishaman. Rostdan ham xullas Og'abek juda ham tormoz bola, uni yaqinda bortini berib yubordim. Hozir puli ko'p bola bilan gaplashyapman. Hazlashdan pul yo'q. To'g'risi, yo'l yomon, yo'llar yomon. Men kasal bo'lsam har doim taksi chaqiraman, skori chaqirmayman. Chunki taksi chaqirsam Cobalt yoki Lacetti kelardi. Ularni baloni katta. Damas chaqirsam uni baloni kichkina. Tushunyapsizlarmi? Gap anon tez kelishda emas, balonida. Taksida kasal bo'lib doktorxonaga ketyapman, yamalarga dik etib tushib o'tib ketadi-da. Damas yamani ichida biroz yuradi ham. Diq etib. E'tibor bergansizlar? Damasning ichida ketayotganlaringda ko'zlaringni yuvasalaring xuddi poyezdda ketayotgandek. Yaqinda qo'shnim bor, yo'l qurilishida ishlaydi. Unga savol berdim. Nimaga yo'llarni to'g'irlamaysizlar? Chunki taksistlar sekin yurishi uchun. Zo'r. 2 kundan keyin o'zi kasal bo'ldi, skori kelmayapti. Mendan so'rayapti, nimaga kelmayapti? Men aytdim, chunki taksistlar sekin yurishi uchun. Da. Keyin vaqt hisoblashni boshladi. Nimagadir vaqt sekin o'tyapti, qachon kelishadi? Men stop. To'xtang, men sizga nisbiy nazariyasini tushuntirib beraman. Siz vaqtga qancha e'tibor bersangiz, vaqt shuncha sekin o'tadi. Siz qancha vaqtga e'tibor bermasangiz, vaqt shuncha tez o'tadi. So'kdida nisbiy nazariyasini menga savol berdi. Nimaga siz nisbiy nazariyasi bilan qanaqasiga jinsiy aloqa qilishingiz mumkin? Keyin u menga basqil himoya vositasi dedi. Da. Men maktabda gapirib o'tirardim, ustozim aytardi: ko'p gapirma. Ustoz, men shunchaki hazillashyapman. Hazil hammomda bo'ladi. Men hozir Instagramga videolarimni, hazillarni qo'yapman, kommentariyaga kirib olib Bekislom hazil qilmaydi. Bu menga qanaqa eshitiladi? Bekislom cho'milmaydi. Men har kun cho'milishga harakat qilaman. Rostdan, men bir kunda 2 soat, 3 soat o'tirib olib cho'milaman bitta hazil ustida. Har kun harakat qilaman-da, oxiri Toshkentga ekiga stand-upga chaqirishdi. Bordim men cho'mildim. Boshqa stand-up komiklar cho'milyapti, mazza qilib. Men shiddat bilan vodiyga qarasam, maqda qilishlar torat olib yotibdi-da. Baqiradim, vaynillar yuz qo'lni yotibdi. Juda ham g'alati. Vodiyda aytdim, men Toshkentga ekiga stand-upga ketyapman. Desam, Mirshakarda hammomigami? Men aytdim, "Da, Mirshakar bilan cho'milganimi?" Xullas, men so'zim oxirida nima demoqchiman? Bu hayot bitta katta hammomda. Kimdir unda cho'miladi, kimdir yuvinadi. Muhimi oxirida artinganda sochig'inglar kir bo'lib qolmasin. Qaymi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir stand-upga kelyapman, shoshilib oldimda ikkita militsiya xodimi chiqib kelyapti-da. Uka, to'xta. Akalar, tinchlik, yana nima problema qildim. Yo'q, lekin sigaret chekmayman, nos chekmayman, aroq ichmayman. Bo'ldi, to'xta, biz sen prosta guvohlik berasan dedi. Nikohdan o'tganim desam, uje 200 ming jarima shu bordi. Hozir kayfiyatim yo'q. Undan chiqib taksiga mindim. Men qarayaptilar. Uka, qayerga? Yuravering, aytaman. Hay. Ketamiz. Uka, qayerga o'qiysan? Qo'qon davlat universitetida. Yaxshi. Aka menga bir qanaqadir g'alati qaradi-da. Men sezdim. Aka, tinchlikmi? Yo'q, prosta men ham sen o'qigan institutni bitirganman. G'alati yo'q. Yo'q, bo'ldi. Qayerga edi, uka? Yo'q, bo'ldi. Institut aytmang. Promoy avtoshkolaga ketamiz dedim. Kimni ruscha yozadigan, kirilcha yozadigan, ruschani bilmasa ham gapiradigan tanishinglar, bu qarsakchaliklar. Sizlarni ham bezor qilib tashlaganmi o'shalar? Kirilcha yozaverib. Da, mashhur, chunki o'zi kirilcha yozadi. Nimaga unaqa? Meni oshnalarim kirilcha yozadi. Sani o'zi ona tiling o'zbek-ku deyman. Gapni qarang, ona tiling o'zbek-ku. Hamma deyapti. Sani tiling o'zbek-ku deyman. Tiling qanaqa san? Ko'rsatchi desam, deydi. Yo'q, aslan deydi. Oddiy odam bilan Lo'la nima farqi bor? Oddiy odam bilan Lo'la nima farqi bor? Dilshod aka, siz ayting, oddiy odam bilan. Kim aytsa bilan? Hamdulla aka, siz ayting, oddiy odam bilan Lo'la nima farqi bor? Hamma hayajonda. Bitta biza bir nima kelgan? Hamdulla aka nimasi Lo'lami?
Qaranglar, oddiy odam bilan Lola nima farqi bor? Oddiy oilada nogiron farzand tug'ilib qolsa, hammasi siqiladi, dori-ko'lga, bir apteka, bir kasalxona bir yuriydi-da. Lekin o'sha nogiron farzand Lola oilada tug'ilib qolsa-chi? Men ko'pincha hashar qilishni yoqtiraman. Ayniqsa bir maraz o'rtog'im bor. Nima hashar bo'lsa, o'shani uyda bo'ladi. Hamma hashar. O'zi biror marta bir hasharga bormagan-da. O'zi hech hasharga chiqmaydi. U tembol uni g'ishlari bor, u sanagan payti 150 ta, 200 ta bo'lib qoladi. Bizlar borib sanasak 1,5 mingta, 2 mingta tushib ketadi. Keyin uni soatni qanaqadir g'alati ishlaydi. Bizani 2 soatimiz, uni yarim kuni. Yarim kun bizani ishlatadi. Keyin uni uyiga doim uni uyda hashar peshingacha bo'lmaydi, obedgacha bo'ladi. Jimotda. Qizim telefon qilyapti, siz bilan uchrashmoqchiman. Men hashardan chiqqanman, hamma yo'g'im loy, bir beparosatlarcha o'tiribman. O'rtoq, vannani kaltim ber, vannaga kirib chiqay, qizimni uchrashuvim bor. Yo'q, dadam bor, sizlar bilan hashar qildik-ku. O'zi urvenimni his qildim, o'zim uchrashuvga ketdim. Lekin o'rtog'im o'sha yerda menga motivatsiya berdi. Sohib jonli maxluq ko'rganmisan? Da, ko'rganman. Tamom, bo'ldi, bor. Bordim. No, yaxshi. Qizim 2 metrmi, 3 metr nariroqdan ko'rdi, tur yo'qol, urot deb tashab ketdi sigaretni bichogini. Agar sizlar ham meni o'sha holimda ko'rganingizda tashab ketardingizlar. Uchrashuvdan qaytyapman, bitta qiz skamenkada yig'lab turibdi. Bilasizlar, men qizlarga mehribonman, g'amxo'rman, agar yonida eri bo'lmasa. Qayt nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Shirin qiz. Rostdan ham shirin qiz ekan. Yo'q, tur yo'qol, o'zi sen kam eding. To'g'ri, shu men kamiz to'ldirgan keldim. Nima bo'ldi? Ayting. Meni yigitim tashab ketdi. Men yomon qiz ekanman. Lekin yigit haq ekan. Rostdan ham qiz yomon ekan. Bilasizlarmi? Zo'r narsalar yo qimmat bo'ladi, yo doim yonida eri bo'ladi. Meni dadamning ikkita xotini bor-da. Hamma dadam yomon fikrga o'ylayapti, nomard, noinsoflar. Bu yerda stand-up o'qiyapti. Meni dadamning ikkita xotini bor. Bittasi mashinasi, ikkinchisi ayam. Dadam menga aytdi, "Bolam, sanam katta bo'lib qolding, tezroq uylan." Dadam aytdi, "Senga 2 oyoqligidan olib beraman yo 4 oyoqligidanmi?" Uylanman, 2 oyoqliga xotin, 4 oyoqliga mashina. Mashina olsam Yandex qilaman, pul topaman. Xotin olsam aniq urush qilaman-da men. Dadamga aytdim, "Dada, menga 4 oyoqligidan olib bering." Dadam ertasi kuni menga eshak olib kelib o'tiribdi. Xullas, mana sezgan bo'lsanglar, O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi. Uni eshitib Jennifer Lopez Bunyodkor stadioniga konsert bergan keldi-da. Ko'rdinglarmi? O'zbeklar bitta yutsa bo'ldi, kayfga berilib ketadi. Xullas, mana bitta jo'ram uylandi. Otalik bo'ldi 1 yilda, hali yosh. Xullas, jo'ram uylandi, bordim uni tabriklagani, farzandli bo'ldi. Tabriklayman o'rtoq, farzandli bo'lding. O'rtog'im xafa qanaqadir. Nimaga xafasan? Farzandli bo'lding. Yo'q, men kasbanlab qo'ymoqchi edim deydi. Yozinglar, yaqinda erda ajrashgan opamiz 99lik 336. Yo'q, hazil. U mashhurda qara telefon qilyapti. Yo'q, hazil. Xullas, maktabda kartochka sotgan akamiz ishlari yurishmabdi-da. Maktabdan sotasan, bor bozorga olib chiqib sot. Astag'firullah, tavba qildim-da. Konsertni oxirigacha kuzatganingiz uchun hammangizga rahmat. Agar fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyaga o'tib xohlaganingizcha belgilang. Aytgancha, agar stand-upga qiziqsangiz, Telegram orqali bizga bog'laning.